Amir Temurning ko'z o'ngida uning ayoli o'zi eng ishongan makkor do'stiga joni evaziga taqinchoqlarini bergan kun tarixning eng dahshatli qasosi boshlangan edi. Loyi jangidagi xiyonatdan so'ng xasis Amir Husayn Temurni sindirish uchun shunday dahshatli soliq soldiki, Temurning rafiqasi aslida Husaynning o'z singlisi bo'lgan O'ljoy Turkon og'a erini asrash uchun qulog'idagi qimmatbaho isirg'alargacha yechib berishga majbur bo'ldi. Ochko'z Husayn buni olishdan or qilmadi. Singlisi dard alamda o'lgach esa Husayn muqaddas Qur'onni o'rtaga qo'yib, tinchlikka qasam ichdi. Ammo aslida u Temurni pistirmada poylab o'ldirmoqchi edi. Ammo xiyonat fosh bo'ldi. Husayn 12,000 askari bilan Qarshi qalasini egalladi. Temurda esa atigi 243 ta sodiq yigit qolgan edi xolos. Husayn Temur qochdi deb xotirjam yotganda, zimiston kechada 243 ta mard yigitlar orqaga qaytdi. Ular devorga arqon tashlab tushdilar va to'satdan butun shahar bo'ylab dahshatli karnay-surnaylar chalindi. Qorong'ilikda Temur butun armiyasi bilan kirdi degan shunday vahima ko'tarildiki, 12,000 askar aqlini yo'qotib, atigi 243 kishidan jilvini tashlab qochdi. Bu harbiy tarixidagi tengsiz strategiya edi. Ammo qonli taqinchoqlarning qasosi hali to'liq olinmagan edi. Temur o'zining sobiq do'stini qanday qilib o'lim maydoniga sudrab keldi? Temurning yakuniy zarbasi keyingi qismda. Hoziroq obuna bo'ling.